6-7 yoshli farzandlarim nechta tilda gapiradi va nega aynan shu tillarni tanlaganman? Hop, birinchi o'rinda ingliz tili. O'zim ingliz tili o'qituvchisiman va tilni o'rganishim uchun yillar vaqtim ketgan va kursga pul, kitoblarga pul, kechasidan dars qilib chiqish. Shuning uchun men buni farzandlarimga ravo ko'rmagan holatda ularga raddumdan boshlaganman ingliz tilida gapirishni. O'zbek tili. O'zbek tili endi O'zbekistonda farzandlarim tug'ilgan va atrof qo'ni-qo'shnilardan o'zbek tilini o'rganib ketishgan. Tojik tili. Xo'jayinim tojiklar va har safar qarindoshlarimiz uyimizga kelishganda tojik tilini farzandlarim shulardan o'rganib olishgan. 2 yoshga to'lishganda men rus tilini qo'shganman, sababi rus tili ham dominant tillardan, ingliz tilidan keyin turadi. Germaniyada ham rus tili aktual tillardan hisoblanadi va arab tilini 3 yoshdan boshlab qo'shganmiz farzandlarimizga. Nega arab tili? Masalan, hozir yaqinda qizim aytyapti, o'rtog'ini ismi Mushtariy ekan. Ona nega unasini Mushtariy? Sababi ishtara sotib olmoq-ku deyapti. Ya'ni o'zbek tilida juda ko'p so'z arab tilidan kelgani uchun va arab tilida juda ko'p davlatlar gapirgani uchun har taraflama men arab tilini farzandlarim bilishini juda ham xohlardim. Va nemis tili 100 milliondan ortiq odam gapiradi. Masalan, Shvetsariya, Avstriya, Germaniya nemis tilida va o'zimiz ham Germaniyada yashayotganligimiz uchun nemis tilini hozir farzandlarim bemalol gapirishadi. Masalan, qaysi tillarni men tanlamagan bo'lardim farzandlarimni o'rganish uchun? Masalan, Karis tilida faqat Koreya gapiradi. Agar karis tilini o'rgatganim bilan hozir shu bilan atrofimizda karislar yo'q, maktablar yo'q. Agar karis tilida gapirish to'xtatsa, farzandim shuncha karis tilini o'rgangan vaqti zoye ketadi. Shuning uchun men o'ylayman, farzandlarimizga til tanlayotganda o'sha tilni qay darajada aktualligini hisobga olishimiz kerak. Va men hech qachon ko'p til o'rgatish bolani nutqini rivojlantirmay qo'yadi degan gapga ishonmayman. Chunki o'zim 3 ta farzandim shuncha tilda gapiradi va yana o'zimni tavsiyam bilan ish qilgan ko'p o'quvchilarimning farzandlari ham bemalol shuncha tilda gapirishadi va yana ular O'zbekistonda yashashadi.